Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun mana velosipedimiz tayyor bo'ldi. Mana gigant. Hattoki mana balonlargacha gigant. Oldi orqa balonlari ham gigant mana. Gigant родной. Qanotlari plastmas. Vinislar legirovkali. Holatini ko'rsanglar, ideal holatda mana. Ramada mazasi bor mana. Vilkida ham mazasi bor. Holatini ko'rsanglar, ideal holatda. Uncha kamchiligi bor buni. Kamchiliklarni qilib qo'ysam, xudo xolasa bitadi bu ham. Oldi generatorli. Generator farlarini ulab, orqadagi farlarini ulab, egarni qo'yib, ruchkalarni kiygizib qo'ysam tayyor bu. Pedal sebzashni qo'yib qo'ysam, почти tayyor. Yettita skosli mana. 7 skosi bor. Oyoq tormozi bor, qo'l tormozi ham bor. Qo'lda 2 ta, oyoqda bitta tormoz bor. Holat ideal holatda mana. Yumshoq yurishlar, mягкий, o'ta mягкий. Bunisi bugun tayyor bo'ldi. Mana bunisini mo'ykasini qilib qo'ydim mana. Rabinex'da mana bu metallika sveti, mana siyoh rang sveti. Mana bu oldi orqa g'ildiraklari mana. Bu ham 7 skosli bo'ladi. Holat ideal holatda mana velosipedlarimiz bitta tayyor bo'lishdi. Boshladi. Xudo xolasa 5 dona veligimiz qoldi. Uyimiz sal betartib. Olib yurmaysizlar buni. 1 2 3 yo'q 4 ta qolibdi. 4 ta anom bilan 5 ta ekan. Mo'ka qilib qo'yganim bilan. Xudo xolasa uni ham ertaga bitirib, yana imkon darajasi yana bitta bitirishga harakat qilaman. Balonlari ham ideal tuki bilan turibdi mana. Kraska holatni ko'rsam, ideal holatda mana. Uncha petnolari bor. Mana bu yerda uncha, chunki furada kelganda iloji yo'q bo'lib qoladi. Mana bu yerlari ideal holatda kraskalar mana. Ko'rishlaring mumkin. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Like va podpiska bosh esdan chiqmasin.